Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Keyingi qonuniyatlarga oid masalamizni ko'rib chiqamiz. Yoki chizmamizda, demak, quyidagi grafikning qaysi birida ufq chegarasining kengayishi x berilyapti. Ufq chegarasining kengayishi kilometrlarda, joyning balandligi g metrda, metr balandlikda berilyapti. Ular orasidagi o'zaro bog'liqlikni topishimiz kerak. Buni bilishimiz uchun 5-sinfda atlas bor. Atlasda jadval ko'rinishida berilgan, ya'ni inson 1 metr balandlikka chiqsa 5 kilometr ko'ra oladi. 1/5. Ya'ni 1 metr atrofga ko'tarilsa 5 kilometr atrofdagi hududlarni ko'ra olishi mumkin radiusda. 5 metr chiqsa esa 8 kilometr ko'rish imkoniyati bor. 10 metr chiqsa 11 kilometr ko'rish imkoniyati bor. 20 metr desa 16 kilometr ko'rish imkoniyati bor. 50 metrga chiqsa esa 25 kilometr ko'rish imkoniyati bor. Qancha joyning balandligi oshib ketaversa, ko'rishining kengayishi hududi ham kengayib boraveradi va biz o'sha nuqtalarni o'zaro birlashtiramiz. O'zaro birlashtiradigan bo'lsak, bunaqangi chizma chiqib keladi grafikda. Aziz obunachilar, siz kommentariya qismida yozing. Siz yana qanaqa masalalar ko'proq o'rganmoqchisiz, shu haqida yozsangiz, biz o'sha masalalarni yoritib beramiz YouTube ijtimoiy kanalimizda. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosib, qo'llab-quvvatlasiz yanada xursand bo'lardik. Salomat bo'ling.